Assalamu alaikum, hurmatli musulmon berdiganlar. Bizning fond açılgandan beri muhtaçlarga jardam qo'lini sunib keldi. Bundan bir qancha kun murda Qurman Bo'yajikovichdan xayrli videosini tartib etganmiz. Hozir ham hajjatlik videosini tartib olib turamiz. Qayrimli insonlarning yordami bilan bizga cho'g'moqcha 31.247 so'm cho'g'am. Alloh taolam bergan sadaqangizlarda, nafaqangizlarda qabul qilib, oxiratda to'g'ri yo'ldan savoblar bilan qaytargan bo'lsin. Qurman bo'yicha bu shu qarapayim eldan cho'g'moqcha, shu akchani siz uyda produktingizga jo'natishga muhtojlarimiz bo'lsa kerak bo'lamiz. Salmaslarga 40-50 bergen sadaqa jardamınızlarda aldın. Allah razı olsun. İki düğme bakımlık nasip etsin. Şumağa efirge çıkargan şu fondda hayva çoğun razımın işinlerge ilgili bir günler olsun. Jardamlarga çoğun rahmat. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber.